Tak bolalar. Mana bu narsaga qaranglar. Bu nima bu? Yo bu nima bu? Yo nima sansan bu? Nima sansan? Yo mana bu narsa nima? Ay vallahi. Har xil faktlar bordi, shetga olasang, har xil narsalar chiqadi deydi videoda. Yo lekin bu fakt bo'lib chiqdi, lekin mana bu portal haqiqiy yo'q. Balla. Prosta hech nima gap yo'q. Hayron qolib ketdim. Hayron qolish ilojisi yo'q bunga. Tak, videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga ham qanday qilib topishni usulini o'rgataman. Voy. Yo'q, kombo. Tek bolalar. Yo, prosta tek men ishona olmayapman. Keyin yana bitta fakt bor edi. Tak, o'rtasini ko'raysan, chiqadi deydi bir nima. Voy, bitta ham kon. Kan oltin topildi. Voy bella. Ko'zimga prosta tak ishonmayapman-da. Tak mana bitta qarg'il xonalarmi? Yo montaj deb o'ylashlaringiz mumkin buni, lekin montaj emas bu. Qanday qilib? Bu hozir bella. Tak bitta narsalar. Bella. Prosta ishona olmayapman ko'zimga. Tak bo'la, lekin uni ko'zlari yo'q ekanda ko'zi. Sizlarga ham hozir shu zonani, shu portalni qandaysiga tak topish kerakligini o'rgatib qo'yaman. Tak 2 marta mana tugma bosasizlar, mana. Netga kirasizlar. Mana. I qilasizlar. Tak jo'natasizlar. Zona yaratilinadi mana. Tak tomda paydo bo'lasizlar qishloqda. Mana shetda kazlangan blok bo'ladi. Tak bitta blok qo'yasizlar. Bitta, mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, mana 8-sini to'ppa-to'g'ri ko'raysizlar, bo'ldi mana. Hozir mana chiqadi shetda. Tak shetdan chiqadi. Mana shetda mana portal. Tak ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Bizda Minecraft'imizda ko'z yo'q, to'g'ri, lekin joniga o'tib mana bu narsani sindirib ko'paytirib olsang bo'ladi. Craftga o'tib ishlaringiz mumkin. Mana ko'rsataman, sinmaydi bu narsa. Umuman. Tak birlashib bo'lganda o'sha mana mana. Tak kilkada sinatku deydiganlar uchun mana kilkada ham hozir ko'rsataman. Umuman tushunyapti yo'q buni ham kilkada. Mana. Tak almazli kilkani olyapman mana. Tak mana. Ko'chada ishlar o'ylayapti. Mana sinmaydi bu. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Voy bilay onlayn demay urinib olasiz. Tak mana. Yo, saqlata. Hozir men sizlarga yana narsalar topish usulini o'rgatib. Tak bo'ldi mana etga. Tak kirasizlar yana. Mana. Tak keyin mana qani f. Mana. Yo katta harfda f qilasizlar. Tak keyin tak tuk. Rikita katuk. Короче, like, obuna bo'linglar. Iltimos, agarki shu videomiz 110 ta like yig'sa bo'ldi. Xohlagan videolaringizni Minecraftda ham olaveraman. Free'da ham bitta video olaman. Xohlagan videolaringizni va eng ko'p like yig'gan videoni. Hali videomiz shundan iborat. Video sizlarga yoqqan deb o'ylayman.